Assalomu alaykum, sizlar bilan har doimgidek Marlion. Xo'sh, azizlar, bugun bugungi videomizni 4-aprel bo'lganligi munosabati bilan o'sha X-kostyum kiradigan kun edi. Xo'p, buni ko'ramiz. Bu birinchi yulduzli ekan, bazaviy shakli. Yaxshi, yomon emas. Bu esa o'sha ikkinchi leveli, ikkinchi yulduzli. Yaxshi. Ikkinchi emasda ham juda zo'r. 3-levelda bunaqangi emotsiya yo'q, lekin ko'ylagidagi shu sariq chiziqlar yaltirashni boshlayapti. Bu esa 4-chi, ya'ni o'sha hujjat zo'r, shok va hayrat degan kirish ishorasi. Bu ana bo'lmasa o'sha mumiyo qilib o'ziga qaytarib olyapti. Aql ochyapti. Gap yo'q, psikologik ishorasi ham bor ekan buni. Gap yo'q. Yakuniy shakl bo'lsa, bunaqangi o'sha sariq chiziqlar yanada yaltirashni boshladi. Kiyimlar tegayapti, o'sha mana shu shunga bo'lib chiqasizlar samolyotda. Translyatsiya mana shodlik parkiga kirganligida shunaqangi bo'ladi ekan. Gap yo'q. Yorqin shakl, ya'ni yakuniy shakldan yanada farq qiladi. Bu yerda o'sha pad bor. Bu yerda pad yo'q. Mana bu yerda pad yo'q. 6-yulduzda. Mana ketyapti o'sha nima deydi? Samolyotdan sakraganlaydi ekan. Orbiter deb qo'yibdi. Orbiter. Ko'rsmadi. Mana shunday bo'lib ko'rinishlar ekan 7-yulduzda. O'sha Irangildagi Iranga boshqalarni Levik boshqalarni shunaqangi joyda sizlar chiqasa, yoniga borsalar boshqalar. Deyda Marlion sizlarni nicklayib chiqadi. Mana shuncha yulduz deb o'ylagan nicklayib chiqadi. Shunaqangi xullas. Mana shu yangi kelgan X-kostyumni arzon qildik. Mana shu bugungi videomiz shunga iborat bo'ldi. Videogacha salomat bo'linglar. Like, obuna qilishni unutmang. Ko'rishguncha.